Assalomu alaykum. Favqulodda vaziyatlar vazirligida aholini sel toshqin ko'chki hodisalari bilan bog'liq favqulodda vaziyatlardan muhofaza qilish maqsadida respublika idoralararo shtabi tashkil etildi. Mazkur shtabga 12 ta vazirlik va idoralardan iborat malakali mutaxassislar jalb etildi. Shtabning asosiy vazifalari etib sel toshqin ko'chki xavfi mavjud hududlarda aholi xonadonlari va hududlarni ekin maydonlarini muhofaza qilishdan iborat. Xuddi shunday shtablar 14 ta viloyat markazlarida tashkil etildi. Bu shtablarning asosiy vazifasi etib 65 ta sel toshqin ko'chki xavfi yuqori bo'lgan hududlarda 124 ta nazorat kuzatuv postlarini muvofiqlashtirib borishdan iboratdir. Hisobot kuniga qadar mahalliy davlat hokimiyati boshqaruv organlari, vazirlik hamda idora tashkilotlar bilan hamkorlikda 66 ta maxsus taktik o'quv mashg'ulotlari o'tkazilgan bo'lib, ushbu o'tkazilgan maxsus taktik o'quv mashg'ulotlari doirasida 65 kilometrdan ortiq kanal, ariq va daryo o'zanlari tozalanishga erishildi. Bundan tashqari, toshqinga qarshi 2026-yil toshqin suvlari sel oqimlarini xavfsiz o'tkazib yuborish maqsadida yig'ma manzilli dastur asosida 79 ta obyektlarda respublika byudjetidan ajratilgan 160 milliard so'm pul mablag'lari hisobiga muhandislik muhofaza ishlari tashkil etildi. Hozirgi kunda respublikamiz aholi va hududlarni va ekin maydonlarini muhofaza qilish tadbirlari davom etmoqda.